Mana bu 3tasi tushdi. Mana buni ham yuzimga qo'yib yubora qoldim. Bu hozir katta bo'ladi, hozir ko'rsataman shuni. Mana 2tasi bu yoqqa qo'ydim. Mana bu yerga yuzni peshonani tortib beradi, chakka qilib. Ana. Mana bular Mamatga, bu yoqqa. Endi xudo xolasa keyingilarini mana bu ikkita joyga qo'yib olsam, Mamatni ko'zimni tagiga qo'yishim kerak. Qo'yib olaman xudo xolasa. 3tasini tushirib oldim. Belalarim bilan amalladik xullas. Bittasi jigarga qo'ydim bittasini. Cho'tka qilib beradi. Ertaga ichi tozalaydigan dori bo'ladi, bilasizlar, eshitgandirsizlar. Jubaj degan narsa. Imeli shuni ichib olib, o'zi har buyoqqa Abbakir har yarim yilda, har 3 oyda iching tozalab tursanglar, yuzga hech qanaqa uhod kerak emas. O'zi asosan ichdan bo'ladi hamma narsa. Buyoqqa Abbakir. O'zi aytasizlar. Voy yuzimga bunaqa qilaman. Bir tiyinga qimmat hammasi, ishoninglar. Ayol kishi bo'lib turib aytolman shu gapni, bir tiyinga qimmat. Ichaginglarni, o't qopinglarni tozalamas ekansizlar, qoninglarni mana bunaqa qilib filtrlab turmas ekansizlar, nazorini surmaysizlarmi yuzinglarga? Bir tiyin, to'g'risi. Konkretni bo'lish kerak-da odamda. 10 ta narsa olasizlar yuzinglarga. Yosharaman deb kollagen ichasizlar. Bir yuzinglarga qayoqdagi ximikat-ku o'sha olayotgan narsanglar ham. O'sha surayotgan narsanglar, o'sha palon pulga olayotgan narsanglar bundoq ximikat-ku. Ichinglar shlak bo'lib yotar ekan. Qatdan yuzinglar. Takoy zo'rano bo'lib turar ekan. Qayerda ko'rgansizlar unaqa narsani? Odam kulgisini qistatadi, bir xillachi bor-ku. Gapiraman deyman-ku, mayli-ki qo'y deyman-da. Chunki shular shuni orqasidan bir xilla pul topadi, bir xilla emas, ko'plar.